köy. Şellerden mana iş kıldık. Hovuzcha yerdan suv tortib, mana shu bog'larni hovuz qilyapti. Shu bog'larni sug'orar ekan kelajakda. Sug'oradi kelajakda. Shu yerda kesyapmiz mana. 5'ga 3, 4'ga 3. Aralık ekip qo'ygan, boqib qo'ygan joylarni kesib chiqdik. Qumini olib, alohida qilib kalib, uni o'tirganda, mana o şeydan buyog'iga yozib turib, ustiga darnet qo'yib, haligi to'shadi singari. Yozib turib, keyin uni ustiga gasolarni qo'yar ekan haligi. Loy olib, kamroq o't chiqish uchun. Shu yerlarda ishlaydi mana. O'rmonlar mana. Shu o'rmonlar ham mashlak. Mana o'zda qurtlar. Qozog'istonning qurtlari ekan. Kelib o'rmon kesishar ekan bular. Les kesishyapti. Juda katta maydon, yer ko'p. Ishchi kuch ko'p. Kerak bo'ladigan joylar. Shuncha yerlar ochilib, tozalanib, yig'ishtirilyapti. Kamas turgan yog'i Dzержинский degan rayon ekan. Bu yog'i Vostokskiy rayon. Aslida eng chekkasida ish qilyapmiz. O'rmon, bu yog'i ham o'rmon. Mayalar ham o'rmon. Shetlarda mana ishlayapmiz. Teplisalarimiz. Angar. Shunaqasiga mana aylanasiga hammasi. Aylanasiga bor 200 gektar, 300 gektar yeri bor. Yani o o'rmonlar ashincha 500 gektarga yaqin o'rmonlar, leslari kesilib, tozalanib yuradigan joylar. Şu yerlarda mana ishlayapmiz. Tabiati chiroyli. Ob-havosi toza. Yaxshi joylar. Ekskavatorlar bor. Suv tortadi nasosda. Yangi hovuzi. Mashinlarga kelajadi. Polietilen tortib sekin tomchilab sug'orish, shlankada sug'orish, polietilenda sug'orish ishlari mana shu hovuzdan suv to'ldirib olib qilinadi kelajadi. Shu yerlarda ishlaydi mana. Saqlab. Marusin Sat 2025-yil 19-noyabr. Önakkidan 8.000 dedi. O'rmonlargacha borib keldik. İchigacha o'rmonlar, o'ta qo'yib o'rmon. Hamma zo'r do'stlar. Muxlislarimiz uchun, esdalik uchun
O'zbekistonimiz